Assalomu alaykum azizlar. Mana bugungi men uchun eng quvonchli kun sababi bu yerda biz yoshligimiz o'tganda, bu hozir bu Farg'ona teleradio kompaniyasini mana o'sha radio bo'limi, mana shu yerda 30 yil suxandonlik qilganman men. 30 yil Farg'onadan gapiramiz. Assalomu alaykum hurmatli radio eshituvchi o'rtoqlar. 66,5 metr qisqa to'lqinli va 442 metr ultra to'lqinli radio stansiyalar orqali Farg'ona radiosi o'z eshittirishlarini boshlaydi. So'nggi axborot eshittiramiz. Shunday zaminda biz mana shu yerda Muharram opam Xudo rahmat qilsin, juda ko'p o'qiganmiz shu yerda eshittirishlarni. Juda ilgari o'sha televideniya ochilmasdan oldin radioga juda katta ahamiyat bergan. Hattoki atroflardan kelishardi bizni ko'rgani. Kim bu ovoz egasi deb qarang. Ilgari Muharram opam meni kelib ziyorat ketishardi. Endi hozir radio televideniya ochilib, uncha radioga ham, endi radioga ham bor ahamiyat bor, nima qilish. Tinglovchilari ko'p. Tinglovchilari hammasi o'zini nimasi ko'p. Mana shu hozir men uchun quvonchli kun, men juda ham xursandman. Mana oxiri men tushimga ham kirib turadi. Mana ko'rdim oxiri mana o'zimni sababi. Dasturxonlarni bizda o'sha yerda eshittirishga taklif qilishganda, mana keldik, mana eshittirishlarni hozir olishdi. Undan keyin mana o'zim hozir yana bir lentaga tushib qoldim. Mana hozir Nesarxon bizni olyaptilar nimaga. Xursandman. Bu yerda juda ko'p insonlar, ulug' ustozlarimiz o'tib ketishdi. Ularning ruhlari shod bo'lsin. Bundan buyon Farg'ona teleradio kompaniyasi yanada bundan-da rivojlansin. Qolganlarimiz sog' bo'laylik. Eng avvalo bu yerda tinchlik. Tinchlik ekan mana shunday go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz hammasi yarashadi. Shuning uchun vatanimiz osmon musaffo bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin, balolardan, ofatlardan, ziyonlardan, nazariy ko'zlardan Alloh o'zi qaviy asrasin. Ilohim. Alloh akbar. Ilohim. Fikrlar, gaplar, xotiralar va ularni ifodalash juda ham go'zal bo'ldi. Duolar go'zal bo'ldi, chiroyli bo'ldi, lekin siz mana shu izoh berib o'tmoqchi edim. Ta'mirga tayyorlab qo'yilgan bu xonalarimiz ayni damda aytib o'tganimdek, shuning uchun biroz devorlarimiz ta'mir oldi holatda. Nasib etsa, Xudo xohlasa mana shu ta'mirdan keyingi chiroyli bir xonalarimizda zamonaviy, ko'rkam, shinam, bundanda bir obod binoda Xudo xohlasa duolaringni yana olamiz. Yana eshittirishlarimizda, tele ko'rsatuvlarimizda albatta ishtirok etishlaringni xohlaymiz. Baribir chaqirib turinglar. Menga pulam kerak emas. Men o'zimni yoshlik nimamda nima dedi? O'qib beraman sizlarga. Nima bo'lsa o'qib beraman. Rivoyatlar o'qish yaxshi ko'rardim men juda ham. Ilgari juda ko'p voqealar bo'lgan. Mana o'sha bitta, mana shu yerda o'sha yozadimi? O'sha oldilarida soldat, noma'lum soldat maqbarasi ochiladi-da. Endi bitta ayol yo erini urushda yo'qotgan, yo o'g'lini. Xudo o'zingga shukr deb qo'ydi-da. U shunday ichida ketdi, uni eshitmaydi. Shu yerda turib olib, pastki ustozlarim chiqib olib, bilib qolishdi-da. O'chir. Haligi lentani Xudo o'zingga shukr degan lentani o'chirib quturganman-da men. Ertaga obkom esa nima bo'lardi? Biz ishdan haydab hammamiz xursand tushib ketishgan. Mana hozir prezident chiqib duo qilyaptilar. O'zlari qo'llarini ochib, yana nimaga noshukrlik qilamiz? O'shan Xudoga shukr qilaylik. Men o'ylardim, qani hadislar o'qisam, rivoyatlar o'qisam, mana o'qidim o'shalarni ham keyin men. Endi shu davr talab ekanda nima qilamiz endi? Xudoga shukr qilib yashashimiz kerak inshaalloh. Albatta. Bundan-da Xudo xolasa Farg'ona teleradio bundan-da rivojlansin. Doimo duodamiz inshaalloh. Farg'onamiz nomini ko'klarga ko'taraylik. Ilohim. Ovozimiz bilan, ovozlarimiz bilan. Rahmat. Ilohim. Nima qilgan? Yasaratdi mana.